Kuyovboshi mahallasidan o'tgan kanalning 1,5 kilometr qismi obodonlashsa, 3 gektar joy ochiladi va 30 ta savdo servis loyihasida 100 ga yaqin odam ishga joylashadi. Uvosboy qishlog'i infratuzilmasi uchun 2 milliard so'm berilsa, tadbirkorlar 150 o'rinli sihatgoh, 20 ta mehmon uyi, soy bo'yida 50 ta servis obyekti qurishga tayyor. Yangi Diyor mahallasidagi yaylov yerlarida 30 ta kapsula uylar, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ishga tushirish orqali ekoturizm maskani tashkil qilsa bo'ladi. Shuningdek, Sharaf Rashidov tumanida 9 ta mahallaning infratuzilmasini yaxshilashga Jahon bankining 8 million dollarlik mablag'i beriladi. Umuman tuman hokimi barcha 48 ta mahalladagi imkoniyatlarni shunday tahlil qilib, mablag'ni samarali ishlatib, keyingi yil servisda 10 ming aholi bandligini ta'minlasin va tumanni kambag'allikdan xoli hududga aylantirsin.